Bel bilan ishlashdan oldin avvalambor men bel chizig'imni topib olishim kerak. Bel chizig'im menda oldi uzunligini qo'yib olishim kerak. Oldi uzunlik 43 sm. 16 dan pastga 43 sm tushaman. Mana 16 dan pastga 43 sm tushdim. Bu nuqta menda 28 nuqta bo'lsin. 28. 16 dan 28 gacha oldi uzunlikka tushdim. Endi bel chizig'imni chizib olaman. Shu joyda aytib ketmoqchiman. 6 dan 28 gacha men oldi uzunlikni qo'yib oldim. Menda pastda belim tushdi. Ko'ryapsizlarmi? Lekin bu degani hamma razmerda ham mana shu bel tushish kerak chizig'i degani emas qizlarjonlar. Kimdadir bo'lishi mumkin, mana shu oraliqqa bel chizig'iga 2 sm, 1 sm yetib kelmasligi ham mumkin. Kimdadir mana shu belda qolib ketishi ham mumkin yoki belni pastiga ham tushishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Bizda ko'krakka bog'liq. Ko'kragimiz qancha katta bo'ladigan bo'lsa, bizda mana shu bel chizig'idan tushish ko'proq bo'ladi. Agar sizlarda oldi uzunlikni qo'yganingizda mana shu 6 nuqtaga kelib qolsa, o'chirib turaman chalg'itmaslik uchun sizlarni. Agar 16 dan pastga o'lchaganingizda 6 nuqtaga kelib qolsa, nima qilaman? Yelkadan, beldan, yonchoqdan 1,5 ko'tarilaman. Ko'tarilib turib, men belimni shu ko'rinishda ko'tarib olaman. Ko'rdinglarmi? 1,5 ko'tarildim. Agar sizlar 16 nuqtadan pastga oldi uzunlikni qo'yganingizda mana shu bel chizig'iga kelib qolsa yoki 1 sm, 2 sm teparoq bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga kelib qolsa ham shu yerdan ko'tarilsa 1,5 sm ga. Agar mendagi bel chizig'idan pastga tushadigan bo'lsa, unda bel chizig'inglar pastga ko'chadi mana. Bel chizig'ini topib oldim. Endi 22 nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tortaman. Oldi vitichkam joyini topib oldim. 2 dan 29 gacha 1,5 sm hamma razmerlar uchun. 1,29 nuqta va 3 nuqtani birlashtirib qo'yamiz. 1,29, 3 nuqtani birlashtirib orqa markazimni topib oldim. Endi bel vitichkasini qanaqa ishlaymiz? 29 dan 6 nuqtaga bo'lgan oraliqni o'lchayman. 49 chiqyapti menda. Men sizlar qanaqa o'lchaysizlar? 29 dan 6 gacha bo'lgan oraliqda men belimni yarim aylanasini qo'yaman. Bel yarim aylanasi menda 41 sm. Pribavkasini qo'shganda 41 sm. 29 dan 41 ni qo'yaman. Mana. Qo'ydim. Menda orada qolgan santimetr o'lchayman. 8 sm menda. Demak, belimda 8 sm ortiqchalik bor. 8 sm men qanaqa qilib 3 ta vitichga taqsimlashim kerak. Bir qismi oldiga, yonga va orqaga taqsimlashim kerak. Buning uchun vitichkani to'g'ri taqsimlash uchun 8 sm ortiqchalik bor belda. Bu 8 ni qanaqa taqsimlayman? Ko'pchilik mana shu 8 sm 3 ga bo'ladi. Bir qismi orqaga, bir qismi yonga, bir qismi oldiga taqsimlashadi. Bu noto'g'ri usul qizlarjonlar. Esingizda bo'lsin, har doim agar sizlarda ortiqcha son, menda hozir ortiqcha son 8 sm chiqdi. Agar sizlarda 6 sm chiqadigan bo'lsa, 6 sm va undan past chiqadigan bo'lsa, unda rovno 3 ga bo'lib taqsimlayman. Agar 6 chiqadigan bo'lsa, men oldiga 2, yonga 2, orqaga 2 qilib taqsimlab yuboraman. Agar 5 sm chiqadigan bo'lsa, mana 5, 4 bunaqa hollar ham bo'ladi. Agar qachonki figuramiz qorinli figura bo'ladigan bo'lsa, bizda mana shu ortiqchalik kam bo'ladi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, 5-4 sm chiqadigan holatlar ham bo'ladi. Bu figurani qorni borligidan darak beradi. Agar sizlarda mana shu ortiqcha son 6 sm bo'ladigan bo'lsa, 3 ga bo'lasizlar.
2 sm oldiga, 2 sm yonga, 2 sm orqaga. Agar 6 dan kam bo'ladigan bo'lsa, 5, 4 bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lasizlar. Bir qismi yonga, bir qismi orqaga. Oldiga vыточка berilmaydi. Agar kichkina raznica qolsa, kichkina qoldiq qolsa. Chunki agar biz kichkina qoldiqda qorinli figuradan darak beradi, agar oldiga ham vыточка qilib qo'ysak, biza qorinni yana ham qoringa urg'u berib qo'yamiz. Bizning maqsadimiz muammoli, problemli figuralarni kamchiligini bekitib, chiroyli qilib ko'rsatib berish. Agar sizlar qorinli figuraga oldiga vыточка qilsanglar, qorinni yana ham ko'rsatib qo'yasizlar. Shu sababdan agar mana shu qoldig'imiz 6 bo'lsa, 3 ga bo'lasizlar. 2 orqa, 2 yon, 2 oldiga. Agar 6 dan kam 5, 4 bo'ladigan bo'lsa, faqat 2 ga bo'lib qo'yasizlar, yonga va orqaga. Lekin menda hozir mana shu ortiq sonim 8 sm ga teng bo'ldi. 8 bo'lishi mumkin, 7 bo'lishi mumkin, 9, 10, 12 va hokazo. Menda 8 sm chiqdi. Bu 8 sm men qanaqa qilib taqsimlayman? 8 dan men oldiga olib berishim kerak, 8 dan yon tomonga olib berishim kerak va 8 dan men orqa qismga olib berishim kerak. 8 sm shunaqa to'g'ri taqsimlashim kerak. Buning uchun men nima qilaman? Mana shu ortiqcha sonni to'g'ri taqsimlab beradigan formula bor, qizlarjonlar. Buni qanaqa qilib chiqaramiz? Formulani tushunib olinglar. X ko'paytirilgan 0,5, x ko'paytirilgan 0,3, x ko'paytirilgan 0,2. Mana shu formula bo'ladi. Menda x nimaga teng? X menda 8 sm ga teng. X teng 8 sm ga mana. Nima qilaman? Demak, x 8 ni ko'paytiraman 0,5 ga, 8 ni ko'paytiraman 0,3 ga, 8 ni ko'paytiraman 0,2 ga. 0,5 bu menda yon qismiga taqsimlanadi. 0,3 menda orqaga, 0,2 oldi qismiga taqsimlanadi. Demak, nima qilaman? 8 ni ko'paytiraman 0,5 ga. 8 ko'paytiraman 0,5 barobar 4. Demak, 4 sm menda. 8 ko'paytirilgan 0,3. 2/4. Javob 2/4. 8 ko'paytirilgan 0,2 barobar menda 1/6. 1/6. Mana demak, yon vыточкам 4 sm bo'lyapti. Orqa vыточкам 2/4 bo'lyapti. Oldi vыточкam 1/6 bo'lyapti. Mana xuddi shu yo'sinda sizlar ham taqsimlaysizlar. Endi davom etamiz. Birinchi vыточкаlarni qo'yayotganda har doim birinchi men yonini qo'yib olaman. Keyin orqa vыточкani qo'yaman. So'ng uchinchi oldi vыточкani qo'yaman. Sizlar yon vыточкani qo'ymasdan turib, orqa vыточка joyini topa olmaysizlar. Mana menda oldi vыточкam joyi bordi, orqa vыточkamning joyi yo'q. Buning uchun men avvalambor yon vыточкani qo'yib olishim kerak. Yon vыточка menda 4 sm. Bu degani 2 sm orqa tomonga o'taman, 2 sm oldi tomonga o'taman. Umumiy 4 sm. Mana. Endi orqa vыточкani qo'yaman. Orqa vыточка menda 2/4. Avvalambor joyini topib olaman. 29 va bu oraliqqa mana vыточкam tugagan oraliq men 30 nuqta deb qolish sizlar tushunishingiz uchun mana 29 va 30 nuqtalarning orasini teng 2 ga bo'lib orqa vыточка joyimni topib olaman. Mana orqa vыточкam, yon vыточкam va oldi vыточкam. Orqa vыточkamdan 3 sm pastga tushaman. Uzunligi 15 sm bo'ladi orqa vыточkamniki. 15 sm. Endi chuqurligi 2/4. Bu degani 1/2 o'ng tomonga, 1/2 chap tomonga. Umumiy 2/4 bo'ladi. Mana vыточкani chizib olaman.
Orqa vitichkamni chizib oldim. Endi oldi vitichkam umumiy 1.6. 1.6 ni men hozir 2 qilib olsam ham bo'ladi, bemalol ko'taradi. 2 sm qilaman deb bir o'ng tomonga, bir chap tomonga qilib olaman. Yigirma ikki nuqta bilan birlashtiraman. Pastdan 3 sm ko'tarilaman. Botdan 3 sm pastga tushdim. Bu vitichkam 15 sm uzunligi, pastdan 3 sm ko'tarildim. Mana vitichkalarni taqsimlab oldim. Orqa vitichkam, birinchi yon vitichkam 4 sm edi, umumiy 4 sm qilib oldim. Orqa vitichkani topib olgandan keyin 29 va 30 nuqtalarni rovna teng 2 ga bo'lib, orqa vitichkam joyini topib oldim. Mana shu orqa vitichkani joylayotganda qizlarga e'tibor beringlar, juda ham mana shu vitichka teng o'rtada bo'lsin. Orqa markazga surilibroq ketgan yoki yon tomonga bokovoy chokka surilib ketgan bo'lmasin. Mana shu teng o'rtada joylashishi kerak vitichkamiz. Orqa vitichkani taqsimlab olganimdan keyin umumiy 2/4, vitichkam umumiy 2/4. Ya'ni 1.2 o'ng tomonga, 1.2 chap tomonga yurdim. Umumiy 2/4 bo'lyapti. Endi oldi vitichkani bo'lsa 1.6 edi. Men tenglashtirib, okruglitsa qilib 2 sm qilib oldim. 3-4 mm hech narsa hal qilmaydi. Shu sababda 2 sm qilib oldim. 1 sm o'ng tomonga, 1 sm chap tomonga qilib vitichkani chizib oldim. Endi bel vitichkam tayyor bo'ldi. Endi tayyor bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Bitta kontrolni tekshirib olamiz. Ya'ni 29 dan mana vitichkaga bo'lgan oraliq o'lchayman. Mana shu oraliqqa yozib qo'yaman. Endi vitichka sakrab o'tib, bu oraliq bilan 30 nuqta oralig'ini o'lchayman, qo'shaman. Yana vitichka sakrab o'tib, vitichka bilan oldi vitichkaga bo'lgan oraliqni o'lchayman. Vitichka sakrab o'tib, vitichkadan oldi markazga 6 nuqtagacha bo'lgan oraliqni o'lchayman. Mana shu oraliqlarni o'lchaganimda menda teng bel yarim aylanam chiqish kerak. 41 sm chiqish kerak. Sizlar ham shunaqa tekshirasizlar. Bel bilan ishlab bo'ldik. Endi navbat boksaga.